Dasturimizni yurtimiz va xorij sporti xabarlari sharhi bilan davom ettiramiz. Viloyat Barkamol avlod bolalar maktabida shaxmat bo'yicha O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kubogi musobaqasining viloyat bosqichi tashkil etildi. Unda tanlovning tuman va shahar bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan 40 ga yaqin ishtirokchilar o'zaro bellashishdi. Mamlakatimizda sportning shaxmat turini yanada kengroq ommalashtirish maqsadida kattalar va yoshlar o'rtasida turli bellashuvlar tashkil etilib kelinmoqda. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi viloyat kengashi ijroiya qo'mitasi, viloyat sport boshqarmasi hamda viloyat shaxmat federatsiyasi hamkorligida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kubogi shaxmat musobaqasining viloyat bosqichi ham yuqori saviyada tashkil etildi. Musobaqa O'zbekiston kasaba uyushmalari harakatining 120 yilligiga bag'ishlanib o'tkazildi. Unda shahar va tuman bosqichlarida peshqadamlikni qo'lga kiritgan 19 nafar erkak va 19 nafar ayol shaxmatchilar o'z imkoniyatlarini yana bir bor sinovdan o'tkazishdi. Shuni ham aytishimiz kerakki, bu tadbirda ahamiyatli jihati bu tuman shaharlarda professional shaxmatchilar bilan havaskor shaxmatchilar o'rtasida ajratilgan holda, 4 guruhga bo'lingan holda o'tkazildiki, bu qamrovni kengaytirish, g'olib chiqish imkoniyatini ko'paytirish, sovrindor bo'lish imkoniyatini yanada oshirdi. 5 mingdan ortiq shaxmatchilarni qamrab oldi. Yakunda g'oliblar aniqlandi, sovrindorlar tanlovning keyingi bosqichiga yo'l olishdi. Musobaqaning respublika bosqichi Toshkent shahridagi O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi saroyida o'tkazilishi rejalashtirilgan.